Bugun men sizlarni o'zim bilan Buxorocha Fotiha to'yiga olib boraman. Tayyor bo'lsangizlar, qani ketdik. Biz kelin tomondan birga katta bo'lgan jiyanim yoki opam desam bo'ladi. Birinchi bo'lib kuyov tomon Raqzanon degan marosimga kelinning uyiga kelishadi. Qisqa qilib kelinga sarpo olib kelishadi va ko'rpachalarni terib ketishadi. Va keyin hamma Fotiha to'yiga restoranga keladi. Men polni o'zim syomka qildim, o'shuning uchun kadrlamanda juda ham ko'p va hamma momentlari bor. Hamma mehmonlar to'planib bo'lgandan keyin kelin restoranga kirdi va umumiy qilib olganda kelin 4 xil ko'ylak almashtiradi. Va mana sizlarga biroz Buxorocha qo'shiqlardan qo'yib beraman. Ungacha kelin o'zini 3-ko'ylagini kiyib chiqdi va Aladdin show gruppasi chiqib o'ynashdi. Shunaqa qilib Fotiha to'yi tugadi va o'zlarining jo'ralari bilan kelinning uyiga kelishadi. Hamma shahar yoki viloyatlarning o'z urf-odatlari bo'ladi, o'shuning uchun bu nima deb hayron qolmanglar. Keyin kuyov bilan kelinni chimirdiqqa olib kirishadi va bu yerda ham har xil urf-odatlar bo'ladi. Keyin kuyov chiqib jo'ralariga repokcha o'tadi. Qaysi jo'rasi repokchani ushlasa, o'sha keyingi bo'lib uylanadi. Shunaqa irim bor. Qilib to'yining birinchi qismi ham tugadi.